Mana yangi obyektimiz. Kirganimiz o'ng qo'limizda 2 metrlik tarafimiz. Hop, chap tarafimiz 1 metr. Ro'para 3 metrlik. Eshik tarafimiz 3,25. Mana shunday 4 taraflama ko'st holatda. Mana shu yerda qo'ldan kelgancha chiroyli holatda qilib beramiz. Shu kvadrati 100 ming so'm atrofida saqlab bo'ladi. Mana shu o'zimizni oxirgi ko'rsatgan hammomimiz. Mana o'ng qo'lga kirganimizda 2 metrlik tarafiga chachagan kirguchi mashinasi, Ariston bosimi uchun mini motor qo'yilgan. Mana Ariston Rus kompaniyasidan o'rnashtirganmiz. Mana kirguchi mashinasi uchun alohida samodelniy smesитель o'rnashtirganmiz. Rakinalarimiz asa keng yaxshi rakinalardan qo'yilgan. Ko'zgularimiz, ko'zgu podstavkalari barchasi o'z holatda joyida. Pianino smesitellarni qo'yganmiz. 4 talik suv chiqish nuqtalari bor. Shu kabinani mana podstavkalari, mana vannamiz bor 90 ga 90. Oyoq osti balkonli mat. Oyoq kiyimiz xotirjam kirib yurish mumkin. Devor, pol, patoli barcha joy izolyatsiya qilingan. Xotirjam hech qanaqangi to'pli pol, izolyatsiya, shunga o'xshash isitish vositalaridan tashqari o'zini o'zi isitib turadi. Bunga hech qanaqangi rasvot kerak bo'lmaydi bitgandan so'ng. Mana tepada dimoxotimiz, vitichkamiz. Har xil hid xush tortib turadi. 2 talik ключатор qo'yilgan, bittasi vitichkaga dimoxot uchun, bittasi 2 dona lampochkamiz yoqib o'chirishimiz uchun. Hammasi o'zini joyiga qo'yilgan. Chiroyli holatda. Kimga xizmatlarimiz zarur